Lekin aziz yurtdoshlar, mana konkurslar hozirda kunlar isib, konsertlar ishlayapti akada. Mana 18-may kuni mana yurtdoshlarimiz kelgan Primoy ishonchli avtobuslarda jo'nab boryapti. Sizlarga har doim tavsiya qilganmiz, tanlovda adashmasdan 93 258 80 raqamlarimiz bilan bog'lanib, kelib xuddi shunday ishonchli avtobuslar. Bu avtobus to'ladimi, to'lmaydimi, o'z vaqt soatida Toshkent avtovokzalidan jo'nab boradi. Biz sizlarga har doim ishonchli avtobuslarni tavsiya qilganmiz. Mana yurtdoshlarimizdan bir-ikki og'iz intervyu olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qayerdasizlar? Qayerdasizlar, shef? Surxondaryo viloyati salomat kutasizlarmi? Yaxshimi? Konsertda ishlab turibdimi? Qulayliklar, avtobuslar yaxshimi? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qayerdasizlar? Buxorodan Buxoroliklar salomat kutasizlarmi? Salom Buxorolik. Buxoroliklar, voha, viloyat ko'rib turibsizlar, yurtdoshlarimiz kelyapti, ishonchli ekanmi, aka? Ishonchli. Mana aytdik, o'z vaqt soatida konsertlar o'chmasdan mana muzdekgina Rossiyaga jo'nab boryapti. Ha, o'z vaqtida yuryapmiz. Tavsiya qilasizlarmi aka? Yaxshi to'ylar, tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.